ta reklama bor. Pepsi, Cola, Fanta. Lekin Pepsi ham yomon ko'p qo'yib yuboryapti reklamani. Har 30 sekundda qo'yib yuboradi. O'zbekistonliklar Pepsini tanladilar. Tamlar jangida Pepsi g'alaba qozondi. Xabaringlar bormi? Biz Pepsini tanlabmiz. Sizlardan biri so'radimi? Mendan itam so'ragan yo'q. Har 30 sekundda chiqaradi. Sara qoqqoqlik Pepsini och, Pepsini och. Sovrinlar, quloqchinlar, futbolkalar, mazzami, kallonkalar. Pepsini ritmida bo'l. Pepsini ritmida bo'l. O'zini ritmida bo'lsam bo'lmaydimi? Jahon chempionatiga qanday borishni bilasanmi? Koloj. Yana 10 sekunddan keyin FIFA jahon chempionatiga qanday borishni bilasanmi? Koloj. Yana 10 sekunddan keyin FIFA jahon chempionatiga qanday borishni bilasanmi? Koloj. Men miyamga o'rnab qopti. Ertalab tursam xotin nima ichasiz dedi, kola och dedim. Voy dadasi kola yo'q-ku dedi. Bo'lmasa ham ochaver dedim. Men shunday qilardi. Nima uchun Fanta bilan sineklar bir-biriga mos kelishini bilasanmi? Bilmayman. Bilmayman. Kinoni qo'yinglar, iltimos. Bilmayman. Biz Fantani butilkasini buradik. Voy nima qilay buraganmiz? Nima qilay? Shu buralgan joydan ushlab ichaylikmi endi? Yo'q, siz tushunmadingiz. Biz unga quvonch qo'shdik. Xo'p, bakalashkaga quvonch qo'shibsizlar. Bizga ham quvonch beringlar, bu kinoni ko'raylik. Hamma reklama mana shu qayta-qayta bor. Qolgan hammasi dori. Yo, dorini reklama qilgani mayli, endi ashula aytganiga o'lasin endi. Endi ashula bo'lmagan dori qoladi-da endi. 24 ta yurt ko'chada. Qiynasagar beldagi dard, bo'g'imlarda orili harakat. Bormikan bu dardlarga biror malham? Balki sizga berar yordam. Eslab qoling uning nomin har dam. Bu ko'ppan, ko'ppan, ko'ppan.